2001 yil tug'ilganman. 19 noyabr kuni Botir Abdullayevga mahallamdagi bolaga turmushga chiqdim. 23 noyabr kuni eshik taqiladi, kech payt soat 6larda. Shom namozidan keyin eshik taqiladi. Bola meni o'g'irlab chiqib ketdi. Og'zimni dimlab, o'g'irlab chiqib ketdi. Eshik taqiladi. Men kalachi bilan banni xalat dedim, hamomga kirish nimada harakatida edim. Hamomga kirib ketayotganimda nizabla eshik taqilib chiqib ketdim. Eshikni ochsam, katta eshikni ochishim bilan og'zimni dimlab, sudrab mashinaga chiqishdi. Mashinaga chiqib HBK tomonga yurib, 3-bitta sherigini kutdik 5 minutcha HBKda. U sherigi chiqqandan keyin Qorasuv tomonga yurdik. Qanaqadir tupik ko'chaga kirib, tupik ko'chada 3 soatcha turdik mashinada. U yerda islom tillalarimni, telefonlarimni olib, ayam telefon qilganda telefonimga javob bermasdan sim kartalarimni chiqarib sindirib oldi. Sindirib olgandan keyin tillalarimni majburlab yechmayman desam, ikki tillamni ikkita sepchikani, bitta uzugimni yechib oldi. Undan keyin svetini yoqib, tillasi o'zinikimi, tillami yoki prostoymi deb probniklarini tekshirib, telefonimdagi glavniyda tog'am bilan tushgan suratimni ko'rib, vohib akang sindi endi, akangni pozor qildik, akang sindi deb yuzlarimga urib izvatsiya qildi, maza qiladi o'tirib. Undan keyin qanaqadir bitmagan uyga kirdik, qo'limni ro'molchada baylashdi. Baqir-chaqir qilsang seni o'ldirib kallingni uzib shu yerda seni ko'mib ketamiz, seni hech kim topolmaydi dedi, qo'rqitdi. Uyga kirganimizdan keyin bitta bitmagan uyga kirib, Islom meni xalatim chekkasidan ushlab, ukulga taqab, sen agar mana shu yerda bitta uying chiqsa, seni pichoq bilan, mana shu qo'limdagi pichoq bilan so'yib yuboraman. Kallangni uzib mana shu yerda jinni. Pichoq bor bile qo'lda. Knopkichni pichoq bor degan, внутренний karmanidan chiqardi. Внутренний karmanidan chiqarib, shu pichoqni bo'ynimga taqab 5 minutcha qo'rqitib turdi meni. Yig'lab iltimos qo'yib yuboringlar meni desam, qo'yib yubormadi. Undan keyin tillalarini bo'lishishni boshladi. Islom men tillalarini olaman, telefonini olmayman. Agar telefonini olsam, meni ota-onalari telefon orqali, milisa orqali topishib oladi. Telefonini Mansur sen ol deb bitta sherigiga berdi. Tillalarni hammasini Islom oldi. Ikkita sepchikani, bitta uzugimni olib, undan keyin Mansur Abbosga aytdi, sen kelishilgan Namangandagi boladan kelishilgan pulni olasan, bizga ozgina berasan, bo'ldi, shu bilan rashod bo'lamiz dedi. Undan keyin Islom aytdiki, sen endi mana shu yerda baqir-chaqir qilsang, seni mana shu yerdan ko'mib ketamiz. Baqir-chaqir qilmasdan unchiqmay o'tir deb menga ugroza qilib baqir-chaqir qildi, shu yerda qo'rqitdi meni rosa. Undan keyin aytdim, men ketaman, hozir qizni jo'n olib ketinglar. Doda Abbosga indamay ketgan, qiz tomondan, kuyov tomondan o'tib ketchi, uyda nima bo'lyapti ekan? Baqir-chaqir panika boshlandimi yo boshlanmadimi ekan, qarab o'tib ket. deb shunaqa dedi. Aytdi, "Xo'p, men shu yerdan qarab o'tib ketaman. Qiz baqir-chaqir qilsa menga telefon qilinglar." deb shunaqa "Xo'p" degandan keyin sovqotib ketdim deb Abbosga har xil savollar berishni boshladim. "Kimsan? Qayerliksan?" desam, "Nimaga meni bunaqa yo'l bilan olib ketyapsan?" desam, aytdi, "Men dedi, dam olish kunlari shunaqa o'g'irlik yo'l bilan, tovar bilan odamlar olib o'taman. Shuning uchun" dedi. "Kimga yozyapsan? Kim meni suratga olyapsanmi?" deb telefonimni ko'p o'ynab yo'q, men sheriklarim bilan gaplashyapman. Hozir soldatlar desa meni almashgandan keyin seni O'zbekistonga olib o'tib, olib beramiz dedi. Aytdiki, "Sen ustingdan dedi, katta bizga ақша bergan dedi. Meni yana kelib betlarimga urib izvatsiya qildi. Sen ustingdan shuncha pul ishlaymiz deb betlarimga urib rosa izvatsiya qildi." Undan keyin yig'lab yana iltimos meni qo'yib yubor deb yig'lashni boshlasam, "Sovqotib ketdim" deb o'zimdan yiqilib tushdim yerga. Yiqilib kurtkasini berdi. Kurtkasini berib, kurtkasining ichi cho'ntagidan pistolet olib ko'kragimga taqab ugroza qildi. Baqir-chaqir qilib yana yig'laydigan bo'lsang, shu pistoletni chegarada u? Chegara mana bitta broshini uyni ichiga olib kirishdi. Bitmagan ekan. Bu chegarani janda ekanmi? Yonida ekan. Shu poyezd yo'lini oldida ekan. Shu yerda turdik. Bu yerda sovqotyapman desam, shu pistolet ko'kragimga taqab turadi. Pistolet sovuq ekan, oldi sovqotyapman desam, hozir chegaradan 20 minutdan keyin o'tsak bo'ladi deyishyapti. Ketoring 20 minutdan keyin olib o'tib ketamiz. Sizlarning 20 minut vaqtinglar bor, 20 minutdan keyin chiqib olib ketaveringlar deyapti dedi. Men ketdim deb xayrlashib ketdi. Ketgandan keyin telefon qilib qo'y. Borib qizni uyda hamma yaxshimi, o'tib ketganinglarda yaxshi deb telefon qilib qo'ying, aka, xavotir olaman, problema bo'lmasin deb chiqib ketdi. Agar deb chegaradan o'tayotganda biz aytganimizni qilib o'tmasang yoki
birorta qilsa qilib bag'ir chaqir qilib bir narsani dabozorlik qiladigan bo'lsang, soldatlar seni otguncha men seni o'zim otib tashlayman deb pistolet bilan ugroza qildi o'zbekistonlik. Undan keyin sherigi chiqib BKdan olishdi. Chegarani oldiga kelib, biz nimani oldida turdik, bitta daraxt oldida Abbos meni qo'limni ushlab turdi, Mansur borib sindim. Meni almashadi, soldatlar o'rtoqlarim almashadi, meni almashganda o'tamiz. Undan engashib o'tdi, sinni ikki qatorini ochibdi. Ashisidan engashib o'tdim, engashib o'tgandan keyin chuqurga tushirishdi, sudrab, qo'limdan tortib chuqurga tushirib, chuqurdan tepaga yurganimizdan keyin tepalikka chiqasan dedi. Chiqolmayman men desam, Abbos tepaga chiqib qo'limdan tortdi. Mansur esa chuqurda ichida turib, oyog'imdan tepaga itarib turdi, oyog'imdan ko'tarib. Yig'lasam, chiqma, mana shu pistoletni otib tashlashmayman, yugurasan endi deb nimada tola bor ekan, shu toladan yugurib o'tdik. Bitta mahallani ichiga kirdik, ozgina yurganimizdan keyin ochtirdi uyini. Kirmayman seni uyingga desam, meni uyim bor, ayam bilan tanishtiraman, hozir Dilmurodga telefon qilamiz, kelishilgan pullar hammasini kopekasiz, kamsiz olib kelsa seni qo'yib yuboramiz. Agar olib kelmasa, pulni sen shu yerda qolasan dedi. Kirmayman desam, ayam bilan o'tirasan, qo'rqma, senga tegmayman dedi. Xo'p deb kirib, bitta to'g'risidagi bitta xonaga kirdik. Uyda svet yo'q ekan, sovuq ekan, shu yerda o'tirdim. Telefonimni fonarini yoqib, ayang desam, ayam uxlayapti, ayam bezovta qilgim kelmadi, bu yer sovuq chiqmaydi ayam deb chiqmadi. Qizda to'y bo'ldi-ku, dedi. Qani to'y bo'lib o'tdi, qizni olib keldik bugun, hozir qiz O'zbekistonda deb shunaqa dedi. Meni uyimda dedi. Men to'y bo'lgan qizni kerak yo'q, men sizlarga to'ydan olib kelinglar qizni deganman. To'y bo'lgan qizni menga kerak yo'q deb qatar olib o'tish uchun soldatlarga pul berish kerak, qaysi pulni olib o'tamiz dedi. Menga puling bormi? Pul bormi senda dedi. Menda pulim yo'q, telefonimni ham yo'q, yechib olishning. Menda hech narsam yo'q. Agar meni olib o'tishsang, ayamga aytaman, aytgan pulingni beradi. Hech kimga aytmayman deb iltimos qilsam, so'kinib, uyat gaplar bilan so'kib hech qo'ymaysan, bo'ldi shu yerda qolasan. Agar biz aytganimizni qilsang, seni olib o'tib qo'yamiz. Agar aytganimizni qilmasang, sen shu yerda qolib ketasan. Uying chiqmasdan, yig'lamasdan o'tir. Doğru telefonini olib chiqib ketadi. Men telefoningni tashlab chiqib ket, qorong'ilikdan qo'rqaman desam, fonarini yoqib taxchaga tashlab chiqib ketdi. Eshikni tashqarisidan qulab, uyini orqa tarafiga o'tib ketishdik. Biz kelgunimizcha mashinadan qimirlamay o'tirdik. Telefonimni tashlab chiqib ketganda men yanimga SMS yozdim WhatsAppdan. Men Nozman O'zbekistondaman. Meni olib o'tib ketishdi O'zbekistonga. Ayamga O'zbekistonga o'tib meni topsin. Qayerdaligimni bilmayman, lekin O'zbekistondaman deb unga SMS yozishga ulgurdim. Ketdim, SMS bordimi, bormadimi bilmayman. Internet ishlamay qoldi. SMSlarni o'chirib, aynigidan oshib tushib chiqib ketdim. Kirmadi ular. Ko'rmadim men. Aynigidan oshib chiqib, ko'chaga chiqib, ko'cha qorong'u, rosa yomg'ir yog'ardi. Ko'chada ancha yurdim, pishqon bitta tola tarafga borib, daraxt tagiga o'tirdim, saqotib ketib, charchab ketib o'tirsam, bitta taksi o'tib ketayotgan ekan, mashinani fonari yonganini ko'rib, turib to'xtatsam, to'xtamadi. Yana o'tirdim. O'tirib anchadan keyin qaytib kelib, mashina oldimga to'xtab, nima bo'ldi, dedi. Turolmadim, gapirolmadim. U mashinadan tushib, meni ko'tarib mashinaga o'tkazdi. Adyal berdi, o'raldi dedi, choy berdi, ovqat berdi. Nima bo'ldi, aytib berdi. Meni shunaqa O'zbekistonga olib o'tishdi, bilmayman kimlar, o'g'ri yo'ldan olib o'tishdi, shunaqa Qirg'izistonligidan. Desam, kim olib o'tdi? Men ularga taniyman, prosta shunchaki qo'shnim men ular. Qo'rqma sen, nima bo'lyapti? Boshidan gapir, ating nima dedi, hamma yog'imni atlarimni aytib shunaqa 3 kunlik kelin edim desam, bardacho'gidan meni suratimni ko'rsatdi. Shu qiz senmisan dedi. Ha, shu qiz menman, qayerdan olding desam, uydagilaring do'stlikda suratingni ko'tarib yig'lab yuribdi, istab yuribdi men seni. Nima bo'ldi, uying oldiga olib boraymi? Hozir men telefonim magazinda zaryadga qilib chiqaman dedi. Yo'q, meni Toshkentga olib boring. Buni qayerdan topamiz hozir? Toshkentda xolam bor, pulingizni, nonni, hamma pullarni ashirib beraman, meni Toshkentga olib borib qo'ying desam, xo'p, men topishga harakat qilaman, telefonimni zaryadga qo'ydi deb magazinga kirib ketgandan keyin uxlab qoldim. O'sha ko'zimni ochganimda tong otdi, bugun oyim hammasi meni oldimda edi, tog'am bor edi. Shunda ayamni hammasi eshikni ochib qo'rqib ketganida eshikni qulflab oldim. Ayam och eshikni deb baqirib chaqirib turganda Namangan viloyatini uchastka